Eng yirik aviatashuvchi parvoz qiladigan shtablar va ballistikani qotillari. Eron bilan urush AQShning eng zamonaviy qurollarini namoyish etish imkoniyatiga aylanishi mumkin. Eron Xitoydan o'ta xavfli raketa olmoqchimi? Xalqaro axborot agentligi Reuters ma'lumotiga ko'ra, Eron Xitoydan yuqori tezlikdagi kemalarga qarshi zamonaviy raketalarni sotib olish bo'yicha kelishuvga juda yaqin. Turkiya Isroil ustidan ballistik yomg'irparda yaratmoqda. Yangi geosiyosiy bosqich. Xitoyning Yaqin Sharqdagi harakatlari. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Eng yirik aviatashuvchi parvoz qiladigan shtablar va ballistikani qotillari. Eron bilan urush AQShning eng zamonaviy qurollarini namoyish etish imkoniyatiga aylanishi mumkin. Bu qudratli kuchlar Iroq urushidan beri hech qachon shunday katta kuch bilan yig'ilmagan edi. Eron yadro dasturi bo'yicha kelishuv imzolash uchun 15 kunlik muddatga ega. Aks holda urush boshlanishi mumkin. Bu haqda Tramp ikki bosqichda natija bermagan muzokaralardan so'ng bayonot bergan. AQSh Eron chegaralari yaqiniga yuborilgan guruhi katta harbiy kampaniyaga tayyorligini bildirmoqda. Quyida amerikaliklar qanday qurollar bilan harakat qilayotgani haqida ma'lumot beramiz. Gerald Ford boshchiligidagi aviatashuvchi zarba guruhi Gibraltar bo'g'ozidan o'tib, O'rta Yer dengiziga yo'nalgan. U Isroil sohili yaqiniga harbiy harakat teatridan g'arbga qo'yilishi mumkin. Gerald Ford dunyodagi eng yirik va zamonaviy aviatashuvchi. Yangi seriyaning bosh kemasi 2017-yilda foydalanishga kiritilgan. 90 ta samolyot va vertolyotni ko'tara oladi. Xuddi shuncha samolyotni Avram Lincoln ham ko'tara oladi. Uning boshchiligidagi zarba guruhi Arab dengizi va Eronning janubiy chegaralarida hozirda joylashgan. AQSh mintaqada 5-avlod F-35 vazifali zarba beruvchi uchuvchi samolyotlarini yig'di. Ular havodagi nishonlariga samolyotlar, raketalar, dronlar zarba berish va yerdagi obyektlarga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan hujum qilish qobiliyatiga ega. Iordaniya aviabazasida 18 ta F-35 uchuvchi samolyoti paydo bo'ldi. O'nlab samolyotlar aviatashuvchilarida ham joylashgan. Isroil 2025-yil iyun oyida Eronga qarshi 12 kunlik urushda o'z F-35 samolyotlaridan foydalangan. Faqat shu haftaning boshida 50 ta turli Amerika samolyotlari Yaqin Sharqqa yuborilgan. Saudiya Arabistoni aviabazasiga Germaniyadan AVAX uzoq radiolokatsion aniqlovchi samolyotlari yuborildi. Bu parvoz qiladigan radarlar va bir vaqtda urush boshqaruv markazlari hisoblanadi. Ular 400 km masofada maqsadlarni aniqlab, zarba samolyotlarini boshqara oladi. Stealth bombardierlar B-2 maksimal harbiy tayyorgarlikka olib kelingan. Ular o'tgan yil iyun oyida Eron yadro obyektlariga bomba tashlagan. B-2 AQShdan parvoz qilib, qaytib kelgan parvozda bir necha marta KC-135 samolyotlari bilan yoqilg'i to'ldirilgan. Yaqin Sharqqa to'plangan AQSh harbiy guruhi 2003-yilgi Iroq bosqinidan beri eng yirigi hisoblanadi. Saddam Husaynni mag'lub etish bilan tugallangan. Kemalar va samolyotlar soni 2025-yilgi 12 kunlik urush davrida joylashtirilgan kuch va vositalardan keskin farq qiladi. Isroillik harbiy jurnalist Sergey Auslenderning aytishicha, bunday guruhni uzoq vaqt to'liq tayyorgarlik holatida ushlab turish mumkin emas. Uning fikriga ko'ra, operatsiya turli hajmda bo'lishi mumkin. Bu Tehrondan imtiyozlar talab qilish uchun og'ir, ammo o'limga olib kelmaydigan zarba yoki rejimni ag'darish bo'lishi mumkin. Eron Xitoydan o'ta xavfli raketa olmoqchimi? Xalqaro axborot agentligi Reuters ma'lumotiga ko'ra, Eron Xitoydan yuqori tezlikdagi kemalarga qarshi zamonaviy raketalarni sotib olish bo'yicha kelishuvga juda yaqin. Gap CM-302 raketasi haqida ketmoqda. Bu Xitoyning mashhur YG-12 raketasining eksport varianti. CM-302 nima uchun xavfli? Uchish masofasi 300 km atrofida, tezligi tovushdan yuqori, ya'ni supersonik. Faol radar bosh qismi nishonni mustaqil aniqlaydi. Eng muhimi, bunday raketa zamonaviy harbiy kemalarning havo mudofaa tizimlarini yorib o'tish ehtimoliga ega. Sababi juda yuqori tezlik, past balandlikda parvoz, reaksiya uchun juda qisqa vaqt. Bu nimani anglatadi? Agar Eron ushbu raketalarni qo'lga kiritsa, Fors ko'rfazi va Hormuz bo'g'ozi hududida kuchlar muvozanati o'zgarishi mumkin. AQSh va uning ittifoqchilari uchun dengizdagi xavf ortadi. Mintaqada harbiy keskinlik yanada kuchayishi ehtimoli bor. Xulosa, bu oddiy qurol emas, bu dengiz urushlaridagi strategik o'zgarish omili. Eronning bunday imkoniyatga ega bo'lishi mintaqada yangi bosqich boshlanishini anglatishi mumkin.
Isroilning yangiliklar kanali Niziv ma'lum qiladi. Turkiya Isroil ustidan ballistik yomg'irparda yaratmoqda. Niziv turklarning Jenk nomli ballistik raketasi haqida tahliliy maqola e'lon qildi. Ushbu raketa hozirda Roketsan tomonidan ishlab chiqarilmoqda va uning quvvati 2000 km. Maqolada alohida ta'kidlanishicha, Turkiyaning istalgan nuqtasidan uchirilganda bu raketa butun Isroil hududini qamrab olishi mumkin va mamlakat ustida amalda ballistik yomg'irparda hosil qiladi. Bu loyiha Rajab Toyyib Erdo'g'anning g'arb tarafidan qurol yetkazib berishdan qaramlikni kamaytirish va Turkiyani Yaqin Sharqda asosiy o'yinchilardan biriga aylantirish maqsadini ko'zlagan kengroq strategiyasiga mos keladi. Ayniqsa Isroil va Eron o'rtasidagi mintaqaviy qarama-qarshilik sharoitida. Tahlilchi raketa ishlab chiqishda 3 asosiy motivni ajratadi. Harbiy mustaqillik, Anqara Roketsan va Aselsan kabi kompaniyalarga tayanadigan kuchli milliy harbiy sanoatni bosqichma-bosqich rivojlantirib, brend texnika, aviatsiya va uzoq masofali ballistik raketalar ishlab chiqishdan to'liq sikl ta'minlashga intiladi. Gipertovushli texnologiyalarga o'tish. 2025-yilda Turkiya Tayfun Block 4 raketasini taqdimotini qildi. Uning gipertovush xususiyatlari mavjud raketaga qarshi tizimlari tomonidan uni ushlab olishni jiddiy qiyinlashtiradi. Maqolada Jenk raketasi Isroilning istalgan nuqtasiga uchirish joyidan qat'iy nazar zarba berishga qodir ekanligi va bu harbiy tahdidning sifat jihatidan yangi darajasini yaratishi alohida ta'kidlangan. Yangi geosiyosiy bosqich. Xitoyning Yaqin Sharqdagi harakatlari. Yaqin Sharqdagi keskin geosiyosiy vaziyat fonida yangi front paydo bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy mintaqadagi ta'sirini kengaytirishga harakat qilmoqda. Ayniqsa, Beidou navigatsiya tizimi orqali Yaqin Sharqda harbiy va texnologik hamkorlik kuchaymoqda. Bu tizim Eron qurol tizimlarining aniqligini oshirishi va ularning GPSga qaramligini kamaytirishi mumkin. Shuningdek, Xitoy kosmik kompaniyalari yuqori aniqlikdagi Sputnik tasvir xizmatlarini taqdim etgani haqida ma'lumotlar bor. Rasmiylar buni tijorat xizmati deb baholasa-da, AQSh harbiy tahlilchilari bu holatdan xavotir bildirmoqda. Logistika yo'nalishida ham harakatlar kuzatilmoqda. 2026-yil boshida Xitoy harbiy transport samolyotlari Tehronga zamonaviy texnika yetkazgani aytilmoqda. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma.uz voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.